Assalomu alaykum akalar. Omadini sinayman degan akalarimiz uchun omadini sinash uchun tayyor joy akalar. Qani marhamat ichkariga. Qanday deysizmi akalar? Mana shu go'shtimizdan xohlagan joydan kesib, taroziga qo'yasiz. Ravurni 1 kilogramm chiqsa, 500 ming so'm pul sizga qo'shib beriladi akalar. Aka, men ham omadini sinab ko'rsam bo'ladimi? Bo'ladi uka. Mana 1 kilo go'shtni 1 kilo 300 gramm go'shtni to'g'ri 1 kilo qo'ysangiz 500 ming so'm beramiz. Yo, 500 mingga men ko'nmayman aka. Hamma ko'nyapti 500. Yo, men ko'nmayman aka. Bo'ldi, sizga bo'lmasa 100 dollar beramiz. Ye. Mana 100 dollar, agar to'shna 1 kilo 0 qilib bersangiz 100 dollar. 500 mingdan qo'shin kesaman. Olmay siznikani. Mana akalar, omadini sinayman. Xohlagan joyingizdan kesing, to'g'ri 1 kilo qilib bering. Mana 100 dollar 500 ming so'm. Pul meniki aka. Sizniki Qarab bo'lsin. ketdik. Kim o'zini sinab ko'rmoqchi bo'lsa, bemalol kelib kesib ko'rishi mumkin. Chiqaman. Xudo xohlasa. Voy, Mana akalar, haqqoniy. Akalar, menga o'xshab pul yutmoqchi bo'lsangizlar akalar, bitta sharti bor. Tursun Qassob akamizga obuna bo'lishlaringiz kerak. Hammani kutamiz. Instagramning raqamini pastga qoldiraman akalar. Bemalol telefon qilishingiz mumkin.